Assalomu alaykum, zaromon mislar. Sakinat shahri, ya'ni Madina shahridan salomlar bo'lsin. Inshaalloh biz Madina shahriga yetib keldik kecha kunda. Mana bu ortimizda turgan masjid, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam masjidlari. Xudo xolasa chiroyli qilamiz. Tabi ortimizdagilar esa ular o'sha mashhur zontlar bor-ku, ochilib yo'qlaydi o'sha mashhur zontlar. Xudo xolasa chiroyli video obzor qilishga harakat qildik yo'ldan inshaalloh. Xudo xolasa o'sha internetda ko'rgan ochilib yo'qlaydigan mashhur zontlar bor-ku, kunduz kuni issiqda ochiladi, katta bo'lib insonlarga soyabon sifatida xizmat qilinadi. Hamda bunaqa ventilyatorlar ishlab turadi. Hammasi zontik. Quyoshdan, issiqdan soyabon sifatida foydalanadi. Xulosa bu masjid, Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam masjidlari. Azizlar, biz masjidni o'rta darvozasini to'g'risidamiz. O'rta darvozasi deganda mana bu chap darvozasi adashmasa masjidga kiraydigan. O'rta qismida, masjidning o'rta qismida ko'k gumbazni ko'rasizlar. Ko'k gumbazni shuni pastda, ko'k gumbazning tagida Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning qabrlari, Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhu qabrlari ko'k gumbazning pastida. Bu mana bu eshikdan salom berish uchun kirib boriladi. Bu eshikka kirib borish uchun mana bu yerda hojatxona bor, tahoratxona bor. Shu tahoratxonani mana shu tomondan kirib boriladi. Kirib aylanib turib aylanib boriladi. Xudo xolasa, mana shu insonlar hammalari salom berish uchun ketishyapti. Az qoldi. Xudo xolasa, mana shu eshikdan kirib boramiz salom berish uchun. Kecha kunda 50 o'shiga savol berdik. Shu ko'pchiliklar SMS yozdilar. Ko'pchilik aytib qo'y bo'lsangiz bizning nomimizdan salom ayting deb aytdilar. Ko'pchiliklardir. Hammalarini ot familiyalarini aytaymi? Kimni falonchining o'g'li falonchi nomidan salom desam yo'q dedilar. Hamma niyat qilganlarni Alloh taolo niyatini bilguvchi. Shuning uchun ummatingiz nomidan salom deb aytasizlar. Xudo xolasa salomlaring yetib boradi dedilar. Xudo xolasa kirib boramiz hozir. Mashalloh ajoyib. Sog'ingan bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, Xudo xolasa inshaalloh. Kasbimiz bloger, shuning uchun xizmat qilyapsizlar, ko'rsatyapmiz. Kelib turib telefon bilan chalg'amanglar. Kasbimiz blogeri bo'lgan uchun sizlarga ko'rsatyapmiz. Kirib kelishda minbar bu. Biasanya pad. Mana shu minbardan shu devorgacha. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlar, masjid jannatdan bir bog'cha deb aytganlar. Shu devor bilan minbar arasi. Kecha 50 bo'shi shu narsani bizga aytib tushuntirib berib o'tdilar. Sizlarga ham yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Habibulloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abu Bakr Siddiq. Assalomu alaykum. Umar ibn Khattab. Assalomu alaykum ummatingizdan ya Rasululloh. Assalomu alaykum Rasululloh ummatingizdan. Inshaalloh. Ya. Mana izlar. Ko'k gumbazdan chiqdi, mana insonlar ham chiqib kelishyapti. Endi bu o'ng tomoni masjidda hozir Xudo xolasa kirib ishlarni video obzor qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Masjidning ichki tomonidamiz.
Juda ham ajoyib katta masjid. Bunaqasi ketgan. Bu yerga qarab. Bu yerga qarab ketgan. Hammaga sunnaga kelib namoz o'qishdi. Bu yerda o'qilgan namozlar boshqa joydagiga qaraganda adashmasam 1000 barobar oshiq savob yozilar ekan. Kecha shunday deyishdi. Ajoyib. Mana bu Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam masjidlari bo'lsa, shu o'ng tomonida Baqiy qabristoni, Jannatul Baqiy qabristoni. Olib kirolganimiz yo'q, tashqaridan videoga olib ko'rsatyapmiz mana. Odamlar mana qancha sahobalar qabrlari mana shu yerda. Oysha roziyallohu anha qabrlari shu yerda. Mana bular o'sha ochilibdi mana. Quyosh tushganiga o'sha ularni ochibdi. Zontlarda.